Assalamu alaykum. Kitap o'qish mudbiri Avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros arlida. Bugun qo'limda dangliq shoirimiz marhum Teyipcan Eliyov apandining Tugmas naqsha nomli she'rlari to'plami. Albatta Teyipcan Eliyov desa bilmaydigan odam yo'q. Shuningdimi har qitim marhum shoirimizningki biografiyasini qisqacha bir aslab o'tish ortiqlik qilmaydi deb o'ylayman. Shunga oldi bilan nashriyatdan degan bo'limni o'qib beray. Biroz qisqartib o'qib berma, hammani o'qimayman. Shoiri Teyipcan Eliyov 1930-yili Suydun Qo'rg'as noyisida diniy oilada tug'ilgan. Dastlabki savodini oilada chiqarib 1938-yildan 48-yilgacha ilgari oxir diniy va fanniy maktablarda o'qigan. 1948-yili G'o'ljaga kelib, 3 viloyat inqilobiy armiyasiga qatnashib, armiya organida Olg'a gazetining muharriri bo'lib ishlagan. 1950-yili Urumchiga kelib, 1955-yilgacha o'lkalik madaniyat idorasining adabiyot san'at bo'limida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. Teyipcan Eliyov 1959-yildan 1960-yilgacha so'lchil ideyaning ziyonkashligiga uchrab, tövanga tushirilib, amgakka selingan. Keyin aqlanib, qaytadan adabiyot san'at sohasida ishlagan. Teyipcan Eliyov madaniyat zo'r inqilobi mazgilda ig'ir ziyonkashlikka uchrab, bir mazgil Guchunga surgun qilingan. 1973-yili nomi asliga keltirilib, adabiyot san'at sohasiga qaytib kelgan. Bu yerlarni biroz qisqartib o'tay. Teyipcan Eliyov 1989-yili 2-oyning 19-kuni kasallik sababi bilan olamdan o'tgan. Teyipcan Eliyov Uyg'ur bugungi zamon adabiyotidagi dangliq shoirlarning biri. 1950-yillarning oxiri va 1960-yillarning boshlarida yozgan Valoq Takkirovning o'limi, Tugmas naqsha, Vatan haqida g'azal nomli she'rlari uning Uyg'ur she'riyatidagi o'rnini muqimlashtirgan. 1980-yillarda Zapmu chiroyli keldi bahor, Muqam, Yig'lama, Maylimu, Ona tilim qatorliq bir turkum she'r g'azallari Uyg'ur she'riyatining taraqqiyotidagi muhim to'hfa bo'lib qolgan. Bu kitobga shoir Teyipcan Eliyovning vakillik xarakteriga ega bir turkum munavvar she'rlari tanlab kirgizildi. Bu kitobni Xinjiang xalq nashriyoti 2008-yili nashr qilgan bo'lib, Yalqin Ro'zi mas'ul bo'lib tuzgan. Xo'sh, bugun huzuringizga marhum shoirimizning vakillik xarakteridagi she'rlardan biri bo'lgan Valoq Takkirovning o'limini o'qib beraman. Bu bir satira. Marhamat. Valoq Takkirovning o'limi. Satira. Rahmatlik og'inam Valoq Takkirov, og'zidan jon bergan bundoqlari jiqqu. O'lganning ayibini ko'chilash gunoh, maylila Xudoning rahmati ko'pqu. U tirik vaqtida xotini Ayxon uy ishlariga ulgura olmaydi. O'zigu unchila o'rinma emas, biroq uyqudan bosh ko'tara olmaydi. Nemishqa deysiniz, bichora xotin ololmaydi tuzuk kechasi aram. Eri tushidimi leksiya so'zlab, uning uyqusini qiladi haram. Gapimiz xotinning ustida emas, Valoq Takkirovning xulqiga taalluq. U obdan tugatgan 10 necha kursni bastimi rahbari xodimga loyiq. Keladi xizmatga ancha kechikmay, bo'libmi majlisga doim birinchi. Agar barsang biror majlisdan xabar,
beredi sana o belki söyünçi. Mubada sen onu izlemek bolsan, näde meclis bar dep soraysan cazmen. To'dimizsan onu belgisi eniq. Sözleşki pervane hemmeden sözmen. O plan üstüde sözlese eğer unutmaz kanunni düşendirişni. Şu yeri kaltıs ki varaklaydı o kanun tarihini uzak ötmişni. Devirler tarihi sözlener bir. Dastlabki komuna sözge bir tügün. Şu yerde bir tinip qılı do'xtab, yaxshiroq anlanglar, xizmat yo'q bugun. Ma'lumot berdi shundan keyinla. Yerning qandoq bino bo'lganligidan. Söz endi tarixning chekidan chiqib, tabiat ilmiga ko'chidi birdan. Sen bilan bizg'u panni suyimiz, biroq bu leksiya kirmas quloqqa. Meclistin kaçsan cevap tapalmay, plan qandaq bo'ldi degan so'roqqa. U yana so'zlaydi hammadan beg'am. Chavakmi kutidi hayajonlanib. Qaynab ketidi qisqiroq degan sharatlarnimi ko'rmasga selib. Ups. Bir çağda her joydan başlansa gudun. Yığıp aytqanda deb birer tasalla. Amma söz to'xtamaz o'rlaydi shavqun. U endi oxirida deydi aranla. Oxirida turmaq eng oxirida degini bilanmi tugumaydi gap. Kim biladi, u mu g'am yeydigandu, bilmaganlar obdan bilib olsun deb. Ba'zida quyruqi üzülmay sözning, so'ziladi meclis yerim tungacha. Boshlanadi xo'rak bulung-bulungdan, elektrmi o'chib qolar ang'icha. Deydi u shu chaqda, bir-birimizni ko'rib o'ltirishning ahamiyati yo'q. Maqsad bu yerda dokladni anglash, quloqqa o'xshashku qarang'u yo'ruq. Taqti qalmagan kishilar birdan put uchida dassab qacharg'ib aldab. Boshliq qarang'uga so'zlaydi hadab, ba'zida tongmu qalar yiqillab. Bir chaqda boshliqning xumari tutib, tamaki chekishga yiqib saranga. Qarisa oldiga ko'rinmas hech kim, odamning vujudi qalmagan uyda. Shu chaqda og'inam balaqtak ko'rib, terikib qaytidi, uyga keladi. Majlisdan eshib qolgan dokladni xotini Ayxonga so'zlab berdi. O shundoq zerikmas tushuntirishdan, suolmi hojatsiz uning so'ziga. Ranjitib qo'ymay desingiz uni, ko'rinmagingiz yaxshi ko'ziga. Bir kuni og'inam radio o'zilda 10 minut so'zlashga tepibdi fursat. Biroq vaqt yetmay kirish so'zgimi, so'rabdi u yana 10 minut ruxsat. Ruxsat qilmag'ashqa terikib so'zman, to'xtabdi so'zidan davomi bor deb. Bu ishga javobgar xodimlar koyib tushirib etibdi munbardan haydab. Har kepti bu ishlara og'inamga bek. Ölmepti, onun birisi bo'pti. Kelsi idoriga u yerdan qaytib, nadindir ambarda o't ketib qapti. Odamlar o'lishib, tutungan o'tqa. Pojarni atratga xabarmi ketgan. O'lashgan odamni ko'rib og'inam o'ylabdi, so'zlashga obdan payt ekan. Yoldaşlar, debdi u, quloq selinglar. Davlatning mulkini asrash bek muhim. Har qandaq bir ishning mohiyatini bilish kerak,
deydi partiya daim. Biroq odamlarning tashvishi o'tda, leksiya anglashqa zodi taqat yo'q. Kayıptı ağaynam şunda hemmiga sizlarda nazariya ishqi faqatli yo'q. Bir ishni qilishdan avval shu ishning cho'kish kerak-ku tegi taktiga. Shu o'tni tushunmay o'chirgan bilan bo'lmaydi ish cho'nqur utuqqa ega. Hey katib, ma haqni yiqqina chapsan, so'zimni anglasin, tizilib ratga. Moshundaq paytlarda nazariyani bağlash bek qolaylik amaliyatga. Shu chog'da odamlar bu so'zni anglab, cho'qan ko'tiribdi o'g'isi qaynab. Sening leksiyangni tushunmaydi o't, to'lib alaqlama tilingni chaynab. Arvohi uchibdi og'inimizning. Bu so'zlar kimlardan chiqdikin qandaq? Shu chog'da haqliq u g'ovg'u ko'tirsa, haqorat qilamdi rahbarga shundaq. Ko'zi chakchiyibdi uning shu zaman. So'q tar iqibdi peshonasidan. Voyqi alamga tutishib bu dard, katkili tas tamas qapdi ho'shidan. Xayriyat, oxir o'tmi o'chibdi. Atsi ko'pchilik majlis ichibdi. Rahbarning kechki qiliqi uchun hammadan g'azablik tanqid yig'ibdi. Valoqda ko'ribning kayfi bak yaman. Tün bo'yi tartib kirpik qaqmagan. Tunugün bo'lungan ahonat ozmi? Hech qachon u bundaq alam tartmagan. Tanqidni anglamoq texmi eg'ir. Qutulishqa izdab ko'ribdi chora. Oxiri tanqidni bir yoqqa qayirib, dokladga tushibdi yana bechora. G'ulg'uli boshlanib ketibdi shunda. Bas yetar, nimanda quruq gapchisan? Vaqtga xiyonat sapsatang sening. Mohiyatda cho'ng xiyonatchisan. Bu ahonatlarga chidolmay so'zman. Tiringida orqaga uchib ketibdi. Hammaning diqqati buzilib birdan majlisni shu yerda darhol yepibdi. Xiyonatchi bilan chiqqan hodisa shu kuni yuqoriga berib yetibdi. Ularni tekshirib bu atalmani asosiy jihatdan to'g'ri tepibdi. Yuqoridan shundoq bahoni anglab, xo'rliq va hasrat qiynadi uni. O'ylamagan edi bundoq bo'lar deb, boshqacha edi-ku uning kutgani. U tinmay so'zlasa, hamma anglasa. Qo'l ostidagilar chalsa chavakni. Rahbarlik bularni ishlab tushunsa, tapqini emasmi, oltin tavoqni. Nazardan tushdi u, to'kildi obro'y. Endi nima huzur olsin hayotdan. Ah, sherin orzulari asqatmading-ku, qutqizib olsang-chu egangni darddan. Alamlar ilkida cho'nqur urib, o'ziga so'zladi so'zman apandi. Ko'tirib yurarman bu boshni qandoq, o'lginim yaxshi-ku, o'ldim-ku amdi. Va lekin og'inam valaqda ko'rib, rost o'lib ketdimi, bilmayman buni. Bu ishni unchila surishtirmanglar, o'lganga hisob-ku, o'ldim degani. Ming eg'iz gap qilgan o'lidu debdi. Darvaqa og'inam shu vajidan o'ldi. Uni chiroyliq uzitib qo'ydik. Endi gap tiriklar ustida qoldi. 1955-yil. Bu satira vatandagi chaqlarimizda ajoyib bir qiziqchilik qilib o'qiydigan suhbatimizningki temalari bo'ldigan bir shundaq bir satirati haqiqatan bak qiziq tuyuldi menga har bir qaytim Balaq Takripovning o'limi deb o'ylagan vaqtimda. Gerçi hazır
Bütünlәй bununğa oxşaş ahval bulmuşsunuz. Şundaq bir insanlarını uçurtup qalımız ki, qılğan işinin tayini yo'q, amma dehşet sözləb qoydu, ha? Ma'qul əmsə, hürmetlik anlarmən, körərmən, qeyrindaşlar. Bugünkü kitap oquşumuz müşagici bulsun. Keler qitimliq programımızda görüşəylik. Xayri xoş, aman boğaysızlar. Xayri xoş.
Müzik